Ota, Cho'yan, nima bo'ldi? Nega to'satdan Chenron Shenni chaqirtirding? hech gap yo'q ota. Men onamni topdim. Xavotir olmang. Barcha ommaviy axborot vakillariga xabar beringlar, Cho'yan va uning onasi haqidagi barcha ma'lumotlar bloklansin. Cho'yanning kelib chiqishini hech kim bilmasligi kerak. Xo'p bo'ladi. Kiringlar. Siz chaqirayotgan abonent hozir band. Eshitdinglarmi? Shu janoblarning raqami band emish. Qachongacha masxarabozlik qilasan, ha? Xola, ko'rdingizmi? Yoningizdagi odam g'irt firibgar. Hatto qildirgan DNK testi ham soxta bo'lsa kerak. Oyi, xavotir olmang. Nima bo'ldi? Firibgarni o'yini o'xshamadimi? Qo'riqchilar, bu ikkalasini tashqariga olib chiqib uringlar. Men aqldan ozdingmi? Agar bir narsa bo'lsa o'zim javob beraman. Men shu korporatsiyasi menejeriman. Hoziroq bajaring. Nima qilmoqchisizlar? O'g'limga tegmanglar. Ko'ramiz bunga kimni haddi sig'ar ekan. Bu Chu korporatsiyasining bosh ofisi rahbari Chenron Shenko. Eshitishimcha, u Chu raisi bilan 30 yildan beri birga ishlaydi. Korporatsiyaning haqiqiy ikkinchi raqami shu kishi bo'ladi. Men menejer rostdan ham Chen janoblarini chaqira oldimmi? Demak, bu ona bolani kuni bitta. Chen janoblari, siz ham to'yga tashrif berdingizmi? Bu to'y bo'layotgan Mansumin juda iqtidorli yigit, shubhasiz kelajagi porloq xodimlardan. Salom janob Chen. Cho'yan, bu odamning vajohati qo'rqinchli. Yur ketamiz bola. Oyi, Chen janoblari, boya aytganimdek, mana shu odam Chu janoblarning nomidan foydalanib to'polon qildi. Ustiga ustak yondagi sassiq tilanchi kampir bilan to'yni buzmoqchi bo'ldi. Men Chu janoblarning obro'sini himoya qilish uchun Chen janoblari, nega meni uryapsiz? Men rostini aytdim, bu odam g'irtqashshoq, pastkash. Shu janoblarni haqorat qilib, o'zlariga o'lim tilashyapti axir. Janob, Chin janoblari, rais Javo aytgan gaplar to'g'ri. Bu odam nafaqat o'zini Chu janoblari deb tanishtirdi, balki Chu janoblari shaxsan imzolagan tayinlov xatini ham yirtib tashladi. Meni ishdan bo'shataman deb do'q urdi. to'g'ri. Voy, Tumin. Somen, eshitib ol. Men Somenning Chu korporatsiyasidagi barcha lavozimlari bekor qilinsin. Chu janoblari, xodimingiz kech qoldi. Bu bo'lish mumkin emas. Pullandavur qanday qilib Chu janoblari bo'lsin? Shu janoblari, xodimlaringiz sizni tanimagani uchun uzr so'rayman. Men aybdorman. Kechiring. bilmaysiz chunki tajribangiz yetarli emas. Janob Jao, siz doim shunaqa odam ajratasizmi? Yo'q. Shu janoblari yo'q. Bular hammasini men Sumenni aybi deb biling. U meni aldadi. U sizni firibgar dedi. Onangiz esa tilanchi dedi. Men uning gapiga ishonib qoldim. Chu janoblari, men bilmagan edim. Chu korporatsiyasida 4 yil ishlaganim hurmati kechiringlar. Bizni qo'yib oling. Oyi, siz nima desangiz shu. Xola, bizga rahmingiz kelsin. Iltimos bizni kechiring. Men sizlarga yordam bera olmayman. Biz sizlarga faqat tashvish keltirdik. Jao janoblari, Janob, sizni vazifangizdan ozod qilaman. Mansumin, Bay kompaniyasi bilan barcha shartnomalar bekor qilinsin. Seni Chu korporatsiyasidan haydayman va butun umrga qora ro'yxatga kiritaman. Shu janoblari, shartnomani bekor qila olmaysiz. Azizim, shu janoblardan darhol uzr so'ra. Axir, bu to'y sovg'angiz edi-ku. Buni Shanshanga bergandingiz-ku. Bu sovg'a mening ukam va kelinim uchun edi. Modomiki Tumin mening ukam emas ekan, sovg'a ham bekor qilinadi.
Oyi, yuring ketamiz. Ha, kichik xo'jayin keldilar. Mana. Menga beravering. Qani oyi, kiring. Marhamat. Chuyang. Bu uy Oyi, kiring. Qani? Keling, kiring. Marhamat, bu yoqqa o'tiring. o'zim. Oyi, siz uchun hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Endi bu uy sizning uyingiz. Qani? O'zim qilaman. Oyog'im loy bo'lgan. Oyi, loy emas. Yodingizdami? Yoshligimda yomg'irda oyog'im loy bo'lib kelganda, siz ham xuddi shunday oyog'imni yuvib qo'yardingiz. Menga ham shunday imkoniyat taqdim eting. Keling. Yuring, xonangizni ko'rsataman. Qani? Ehtiyot bo'lib, mana shunday. Bo'ldi. Xo'sh. Mana shu xona sizniki. Hamma narsani tayyorlab qo'ydim, oyi. Bemalol joylashavering. Xo'sh, sizga yoqdimi? Juda chiroyli ekan. Judayam chiroyli. Chuyang, seni yaxshi yashayotganingni ko'rib, ko'nglim ancha tinchidi. Faqat Chumin Oyi, Chuminni o'ylamang. Qachonki aqli kirsa, o'zi sizni izlab keladi. Hozircha siz shu yerda mazza qilib yashayvering. Kelishdikmi? Bo'ptimi? Xo'p. Qani? Hoy. Qarang, bu yerda nima qildingiz? Bu nimasi axir? Uzr qizim, hozir tozalab qo'yaman. Tezroq bo'ling, Hozir. imillamang. Oyi,